Facebook sahifa ochish. Facebook sahifani ochish uchun page ustiga bosamiz va new page ustiga bosamiz. Va mana nomini yozamiz. Misol uchun My Plus korxona nomi yoziladi. Kategoriyasi kategoriya tanlanadi. Misol uchun men TV shop deb yubordim. Bu joyga o'zingizlar kategoriyani belgilaysizlar. Biznesingizni и ma'lumot. Qadoq ishlab chiqaruvchi korxona. И undan keyin create page bosamiz. Bu bizda bo'lgani uchun uzb qo'yib qo'yamiz. My Plus uzb. Agar unaqa page nom bo'lsa, sizni qizil ko'rsatadi va o'shani to'g'rilab qo'ysanglar bo'ldi, xudo xolasa. Undan keyin informatsiya kiritib, veb-sayt bo'lsa, veb-saytni kiritamiz, telefon raqamimizni kiritamiz bu joyga. Telefon raqam, email, pochta. Bu joyda yozganimiz mana bu joyda ko'rinadi pejda. Adreslar yozishinglar kerak bo'ladi. Men hozir next qo'yaman. Next bosganimizdan keyin keyinga o'tkazadi. Bu joy surilib qolibdi. Bu email pochta bor. 740. Bo'ldi, shu. Keyinga o'tamiz. Endi bunga logotip nima qilamiz? Misol uchun mana logotiplarni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Tak, bu brendimizda ishlagan brendimizda, shuning uchun bu joyga buni qo'yib qo'yamiz. Mana ochildi. Nextni bosamiz, logotipni qo'ydik. Undan keyin coverni ham qo'yib qo'ydik. Va nextni bosamiz. Ozgina kutamiz. WhatsApp qo'shish shart emas. Next bosamiz, next. Va bizda уже yangi sahifa yaratiladi. Ko'rib turganingizdek, yangi sahifa уже yaratildi, deyapti, tabriklayapti va nastroykalarga tushuntirib beryapti. Bu joydan qanaqa post qo'yiladi, sahifaga o'tiladi va bu joydan post yoki video yuklanadi, rasm yoki video va bu joyga tekst yozasizda, postni bosib kanalga yuklanishingiz mumkin. Va iloji boricha bu joyda ham blokka tushmasligi uchun logotipni, coverni, bir nechta post qo'yib target yoqilishi kerak bo'ladi va bu joydagi elementlar ya'ni ma'lumotlar to'ldirilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Nomer, email, pochta, yana boshqa ma'lumotlar, pricelar bo'lishi mumkin, servislar haqida ma'lumot bo'lishi mumkin, biznes ma'lumotlarini kiritib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin bu joyda ham kiritsa bo'ladi. Mana bu joyda undan tashqari qo'shimcha ma'lumotlar kiritsanglar bo'ladi mana. Tak. Undan keyin bu narsani Facebook sahifani ochganingizdan keyin sразу birdan target yopa olmaysiz. Turishi kerak. Допустим, 4-5 kun Facebook sahifangizdan target yoqmaysiz hali. Chunki sizni bot deb o'ylaydi. Yangi sahifani ochib sразу target yoqilmaydi hech qachon. Shu narsani esingizda tutinglar. Facebook sahifalari ochinglar, ma'lumotlarni to'ldiring va 3-4 kundan keyin уже ushbu sahifaga target yoqsanglar bo'ladi. Target yoqishdan oldin yana bir ikkita qiladigan ishlar bor. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Tak, chap tarafimizda dashbordimizda nastroyka bo'limidan ko'proq foydalanamiz. Nastroyka bo'limiga o'tamiz va nastroyka bo'limiga o'tganimizdan keyin bu yerda asosiy ikkita narsadan foydalanamiz. Birinchisi, adminlik berish sozlamasidan ko'p foydalanamiz. Ya'ni bu joydan adminni bosamiz.
next bosamiz va bu joyga o'sha lichkasini nikini yozamiz. Misol uchun Behruz Yangiboyev. Menga admin bermoqchi bo'lsangiz, bu joyga Behruz Yangiboyev deb yozib adminlik berasiz. Misol uchun Sarvar Yangiboyevga buni bosishingiz mumkin. Bosib, give bosib, mana bu parolni berib, unga adminlik jo'natishingiz mumkin. U prinat qabul qilib, o'sha adminlikni qabul qilgandan keyin unda ham adminlik paydo bo'ladi. Tak, undan keyingisi bu joyda asosiylardan bittasi Facebook akkaunt ulash. Facebook akkaunt ulash nimaga kerak? Agar siz target yoqmoqchi bo'lsangiz, Facebook va Instagram bir-biriga ulangan bo'lishi lozim. Connect akkauntni bosamiz. Shunda siz ham Facebookga, ham Instagramga reklamalaringizni ko'rsata olasiz birdaniga. Connectni bosamiz. Confirm deyishim. Confirm bosganimizdan keyin bu joyda sizda bunaqa okno paydo bo'ladi. Instagramni loginni kiritadigan joy va parolni. Bu joyga o'sha Instagram biznes sahifa ochilgan Instagram logini, parolni kiritib, Wi-Fi bosib qo'ysanglar, bu joyda уже ulanadi. Ulangan akkaunt qanaqa ko'rinadi? Hozir ko'rsataman sizga. Ulangan akkaunt xuddi shu tarzda sizda ham chiqishi kerak. Instagram akkaunt ulangan bo'ladi shunda. Va siz bunga bu sahifani ma'lumotlarini to'ldirdingiz, logotiplarni qo'ydingiz, bir ikkita postlar qo'ydingiz, Instagram sahifasini uladingiz. Уже bu sahifa reklama yoqishga tayyor. 3-4 kun ham kutdingiz. Undan keyin bemalol target yoqsangiz bo'ladi. Sizda blok bo'lish ehtimoli deyarli yo'q. Sababi siz hamma ishni как odamga o'xshab qolyapsiz. Facebookda qachon blok bo'lasiz? Bitta xatoni qayta takrorlasangiz, sizni profilingizga kimdir kirib oldi deb o'ylaydi Facebook yokida sizni bot deb o'ylaydi. O'shuning uchun sizni bloklab qo'yadi. O'shuning uchun hamma ishlari sal shoshilmasdan, agar xato chiqdimi, uni o'qib ko'ring va o'sha xatoni yana takrorlamaslikka harakat qiling. Undan keyin akkauntimizdagi asosiy nastroyka bo'limi shulardan iborat va biza yana ko'rib chiqadigan narsamiz Business Suite. Business Suite bu nima narsa? Hozir ko'rib chiqamiz. Chrome'ga kiramiz va bu Business Suite deb yozamiz. Bu Facebook как loyihasi, Facebook va Instagram bir-biriga ulab turuvchi как platforma desa ham bo'ladi. Bu joydan bitta platformani ichida ham Instagramdagi SMSlarga, ham Facebookdagi SMS va kommentariyalarga bitta joy o'zida javob berishinglar mumkin. Mana ko'rib turganinglardek. Undan tashqari bu joyda mana misol uchun kirasizda, mana bu joyda sizni statistikalarningiz ham chiqarib turadi. Nechta odam ko'rdi, nechta odam like bosdi. Undan keyin bu joydan kontentlarni yuklasangiz bo'ladi. Bu juda ham katta nima deydi, qulaylik. Shu joydan turib ham Instagramga, ham Facebookga birdaniga video reels bo'ladimi, rasm bo'ladimi yuklasangiz bo'ladi. Misol uchun video reels yuklamoqchisiz, buni bosasizda va bu joydan mana ham Instagramga, ham Facebookga yuklashingiz mumkin rasmlarni. Bu juda ham sizni как ekonom ishlashingizga yordam beradi. Допустим, bu nimaga? Misol uchun siz SMA manager. Assalomu alaykum, shirin uyqular. SMA manager bo'lib ishlayapsiz. Instagram va Facebookga post qo'yishingiz kerak. Instagram va Facebookga alohida post qo'ysangiz sizni vaqtingizni oladi. Bu joy sizni vaqtingizni tejab beradi. Ikkalasiga ham bittasi chiqib ketadi. Bu joyda o'sha kommentariyasi, izohi bu yerda obloshkani yuklab olsanglar bo'ladi. Ya'ni coveri. Mana bu joyda bu hali yuklab bo'lmabdi. Hozir yuklanib bo'lsa, keyingi etaplarni ko'rsataman. Mana editni bosamiz. Editni bosib, buni ovozlarni o'zgartirsa bo'ladi, даже muzikasini o'zgartirsa bo'ladi, joylarni qirqsa bo'ladi. Bu joydan tekst qo'shsa bo'ladi. Misol uchun mana bu joyga videoni ustiga tekst qo'shsangiz bo'ladi. Juda ham qulayliklari ko'p. Ovozini ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Va bu joydan siz mana
Bu joyda mana ikkinchisini bossangiz, buni vaqtini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun sizda kontent plan bor, bir oyda 12 ta post chiqarishingiz kerak. Siz e, o'sha 12 ta post oldindan tayyorlab qo'yib, bir kunni o'zida hammasini nima deydi, sozlamasini sozlab, qachon chiqishlarini qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Deyarli ishingiz tugaydi. Misol uchun bu postni bizni 4 kundan keyin chiqarmoqchimiz, lekin bizani 4 kundan keyin ishimiz bor. Hozir bo'shmiz, postlarimiz tayyor, tekstlarimiz tayyor. O'shani kiritib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun 24 da chiqadi, soat PM bu kechki payt, M adashmasam kunduz bo'lishi kerak, shunaqa. Yokida teskarisi. Adashmasam M kunduzgi, PM kechki bo'lishi kerak. Po-mo'yemu shunaqa. Vaqtini belgilaysizlar, undan keyin buni bosib, buni yuklasanglar bo'ladi va o'sha kuni chiqadi postinglar. Yokida bu ishni planerdan ham bajarsanglar bo'ladi. Mana alohida planer qilib qo'ygan Facebook sizlar uchun. Planer ustiga bosib, bu joyda misol uchun oyni qo'yib, misol uchun mana oylari belgilab qo'yib, nima qilsangizlar bo'ladi. Mana buni ustiga bosib, tak video reelsmi, oddiy post bo'lsa, buni storieslaringizni ham даже oldindan yuklab qo'ysanglar bo'ladi. Bu juda ham katta удобство. Bitta biznes suitda juda ham katta foydasi. Undan keyin analitika bo'limi yana bitta plyusi. Siz analitikalarni ko'rib turishingiz mumkin. Ko'rayotganingizda mana nechta odam ko'rdi, nechta follower, nechta link bo'ldi postga, rezultatlar mana bu yerda rezultatlari bo'ladi. Mana axborotlar qancha reach bo'ldi, hammasini ko'rsatib turadi. Auditoriya bo'limiga o'tganda Facebookda ko'proq sizni kimlar kuzatyapti, qayerdan kuzatyapti, erkaklar ko'p kuzatyaptimi yoki ayollarmi, hammasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi bu joydan. Bu shunaqa kuchli instrument hisoblanadi. Bu joydan yana nastroyka bo'limini ko'rib chiqamiz keyingi darslarimizda.